Bismillah deb sizga daromad keltiradigan ko'pgina buyurtma olishingizga sabab bo'ladigan sochniy Praga retsepti bilan bo'lishaman. Tuxum va shakarni yaxshilab ko'pirtirib, qolgan masalliqlarni ketma-ketlikda solib aralashtiramiz va ustiga yumshoqqina eritilgan smaylo sariyolarini solib aralashtirish davom ettiriladi va biskvitimizni pishirib, sovutib, teng 3 bo'lakka bo'lib olamiz. Krem uchun shu masalliqlarni ketma-ketlikda solib, gazda quyultirib olamiz. Gazdan olib shokolad solib sovutishga yuboramiz. Yumshoqqina mazali smaylo sariyolarini ko'pirtirib, kremimizni solib ko'pirtirish davom ettiriladi. Qizlarjonlar, menga obuna bo'linglar. Men sizlarga shunaqa zo'r, sizlarga daromad keltiradigan, shaxsiy mablag'inglarni ko'paytiradigan retseptlarni bo'lishib boraman. Qizlarjonlar, biskvit, sirop, o'rik murabbosi va kremni solib, shu tartibda taxlab, ustiga glazur quyib, bir kunga xolodilnikka yuborasizlar. Men o'rgatgan retsept